Oddiy bir kun. Keyingi varroqni ochamiz. Rasmdagi erkak mashinani qayerga qo'ydi? A. Ko'chaga. B. Garajga. C. Mashina turargohiga. D. Qo'shnining uyiga. Qo'lingizdagi test natijasida 4-varaqni to'ldiring. Zo'rku, o'zing mehmon qilasan. Albatta, xavotir olma. Telefon raqamingni ber, keyin gaplashamiz. Mana, unda bora qolaylik. Okey. Xayr. Xayr. Ish tashla. Buni qara. Ko'rkam yigitlar ekan. Qo'limizdan keldi. Yonsu, mana bunga qara. Zo'r, to'g'rimi? Katta hovuzi bor, villa ijaraga oldim. Endi pul yig'ishimiz kerak. Nega ertaga emas bugun? Endi vaziyat shuni taqozo qildi. Nima edi? Kela olmaysanmi? Ertaga jamoaviy dasturimiz bor. Yo xudo, buni qara-yu. Har birimizga bir jonondan topdim-u. Sen esa loyiham bor deyapsanmi? Nima bo'lganda ham kelasan degan umiddaman. Qani ketdik. Oyi, rostdan ham ovqat zo'r bo'libdi. Restoran ochsangiz ham bo'ladi. Shunday qilsammikan? Hammaga salom. Kel, ovqatlanib ol. Hozir. Dada, bugunga bo'ldimi? Bugun uyda qolaman. Nimadir yuqqanga o'xshaydi. Kasal bo'lsangiz ham so'lja ichyapsizmi? Senga ham qo'yaymi? Yo'q, loyihaga tayyorlanishim kerak. Juda mazali bo'ldi. Jamoaviy loyihani o'rniga referat yoziladi. Qoyil, unda ichamiz. Qachon topshirish kerak? Balki jo'ja bilan piv icharmiz, a? Ya'ni bugun uchrashmaymizmi? Shunaqaroq. Oy, hozir qayerdasiz? Borsam bo'ladimi? Albatta, biz hammamiz shu yerdamiz. Tezroq harakat qil, jonon qizlar yig'ilibdi. Yo xudo, bir-biridan go'zal. Ha, yo'q-ey. Mashinani olginda bu yerga uchib kelgin. Atiga 100 ming bersang bas. Hozir shuncha pulim yo'q edi. Oyingga ayt, kitob olishim kerak deganda shuncha pulni olgin. To'xtachi. Otangni kayfi oshib qolibdi. Ikkinchisi oshiqcha bo'ldi shekilli. Xo'p, mayli. Manzilni yubor menga. Xo'p. Uyga ertaroq qaytgan. Mayli. Hammaga xayr. Okey. Blue Eye. Eng yaxshi video nazoratchi. Yozuv boshlandi. Mayli.
yo'nalishdan chiqib ketdingiz. Nima? Yo'nalishdan chiqib ketdingiz. Yo xudo! Jin ursin. Taksi, taksi, taksi! Kechirasiz-u, lekin hozir odam olmayotgandek. Mijozni haydayapsanmi? Kimga shikoyat qilishim kerak? Yo'q, noto'g'ri tushundingiz. Shunchaki hozir ish vaqti emas edi. Jiddiy aytyapman. Hozir ish vaqti emas edi. Kechirasiz. Bu yerda chekish mumkin emas. Bu taqiqlangan. Tugatishing bilan bir quti tamaki va pivo ol. AliExpress ilovasidan yangi yutuq va innovatsion telefon. AliExpress ilovasi bilan bir marta bosish orqali ro'yxatdan o'tishingiz va pul tikishni boshlashingiz mumkin. Intuitive interface va har kuni minglab sport tadbirlari. Foydalanuvchi uchun qulay dastur. Ulkan g'alabalar, tezkor to'lovlar. Va ana bundan bir quti. Ha? Ay, kelyapsanmi? Ha, hozir ketyapman. Faqat biroz muammo paydo bo'ldi. Bu seni do'stingmi? Qanday muammo? Qani tezlash! Voy, shirinligini qara. Menimcha, bugun vaqtim bo'lmaydi. Bormasam kerak. Oy, oy, oy! Qayerga borishingiz kerak? Xan daryosiga. Bu yerdan uzoq emas. Mana oling. Yugurdik. Nima? Yugurdik deyapman. Oy, 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 oy! It's
Bu yana nima? Balki tatib ko'rarsan. Nazarimda yomon emas. Ha, shunaqaga o'xshayapti. Muammo bormi? Kechirasiz-u, menimcha mashinangizni biroz jarohatlab qo'ydik. Menimcha unchalik muammo emas-ku bu. Nima, mastmisiz? Yo'q. Unda ketavering. Haligi, indamay ketaver. Hammasi joyda. Ketdik. Hammasi yaxshi deyapti-ku. Menga qara. Shunday katta uyda yolg'iz yashaysanmi? 3 yil avval onam kasal bo'lganda o'qishdan javob olib qaytib kelgandim. Vafot etgandan keyin esa xullas o'zing tushunding. Tushunarli. Kechir, buni so'ramasligim kerak edi. Nega uzr so'raysan? Ha, uy katta. Dugonam bilan birga yashaganmiz. Lekin o'tgan hafta urushib qolib, uni haydab chiqardim. Shunday ekan, bugun bu yerda faqatgina sen bilan men. Bu yashirib qo'yganlarimdan. Faqat sen uchun. Bu nima qilganing? Seni galing. Bunday qilishdan nima foyda o'zi?
Nursin, meni kechir, meni kechir, meni kechir, meni kechir. Oy, menga qara. Menimcha, endi uyga ketganim ma'qul. Juda ham kech bo'lib ketibdi. Hoy. Men Hyunsuman. Kim Hyunsu? Mayli, men ketdim. Hoy, menga Adinexpet'dan yangi energetik ichimlik. Demak, bu kecha faqat bitta g'alaba bilan cheklanishingiz shart emas. Siz Adinexpet bukmekerlik kompaniyasida har qanday o'yinga pul tikishingiz mumkin. Masalan, Dota 2, CS2, League of Legends va boshqalar. Ulkan g'alabalar, tezkor to'lovlar, ishonchli bukmeker.
네, 이쪽도 마무리요. 이제 철수합니다. Oynani tushira olasizmi? Ko'rinishingizdan yaxshi emasga o'xshaysiz. Yoki ichib olganmisiz? Yo'q. Ichganim yo'q. Bir daqiqaga tushing. Alkogol miqdorini tekshiramiz. Mana bu yerga nafas yuboring. Buni istamayman. Unda qon topshirishga to'g'ri keladi. Bu esa vaziyatni battar qiyinlashtiradi. Quvvati tugadi. Zaxiradagisi yo'qmi? Menimcha yo'q. 21-patrul qayerdasiz? Hozirgina uyga bostirib kirish haqidagi xabar yetib keldi. Biz boraylikmi? Qolganlar boshqa topshiriqda yuribdi. Bu ish sizga yuklatilyapti. Yaqiningizda joylashgan. Borishingiz mumkin. Topshiriqqa ketdik. Bu yigitni qo'yib yuborsak-chi? Manzilni yuboryapman. Shundan 68, Shosaro 21. Tushunarlimi? Aloqa tugadi. Bu 24-nazoratchi. Agar yordam kerak bo'lsa tayyormiz. Qabul. Mashinani chetga ol. Mashinani chetga olib qo'yamiz. Hurmatli fuqaro, biz bilan idoraga borishingizga to'g'ri keladi. 21-patrul, shundan do'n tomon ketyapsizlarmi? Ha, o'sha yerga ketyapmiz. 5 daqiqada bo'lamiz. Qabul qildim. Uyiga bostirib kirish alomatlari sezilgan. Shu joyda to'xtat. Mayli, tushundim. Menimcha, u politsiyaga xabar bergan. Mana bu uyda bir yigitchi shoshilib u yerdan otilib chiqdi. Keyin ketdi. O'sha odamni yuzini ko'rdingizmi? Ha, ko'rganday bo'ldim. Lekin ko'zim biroz xira ko'radi. Biroz shu'lasini sezdim. U taksi haydab ketgandi. U yerdan yugurib chiqib, taksiga o'tirib ketdimi? Xabarni shu odam beribdimi? Ha.
Jinoyat joyida turibsan. Meni kechiring. Janob Pak, nima bo'libdi? Taxminan 25 yoshli ayolni so'yib tashlashibdi. Ana bu erkak uyga bostirib kirishgani xabarini beribdi bizga. Uni aytishicha, uydan kimdir qochib chiqib, keyin taksiga o'tirib ketibdi. Shubhali ko'ringani uchun bizga xabar bergan. Ana bu kim? Ha, uni men qo'lga oldim. Nazarimda mast edi. Aniq emasmi bu? Test uskunamizni quvvati tugadi. Uzr so'rayman. Bizni kechiring. Qanday bunday ishlash mumkin, ha? Unda uni bo'linmaga olib boring. Jinoyat joyida kim bo'lgan ekan? Mana bu ikkalasi va Mashinadan tushing. Terlab ketibsiz. Issiqmi? yo'q. Hozircha sizni idoraga olib borishadi. Mayli, omad. Qani o'tiring. Sekinroq boshingizni asrang. Ha, shunday. Yaxshi. Bo'ldi, haydang. Uchrashguncha. Qo'ng'iroq soat tongi 4da kelibdi. 4damidi? Jabrlanuvchi 25 yoshlar atrofida. To'xta. Necha marta zarba berilgan? Bilmasam. 12-13 marta deb aytishdi. Lotereyami u? 13 yozamiz. Ha, bu safar omadim kelishi kerak. Haligi o'sha qiz o'libdimi? Ha, shunday bo'lsa kerak. Nima, biror nimani bilasizmi? Yaxshi. Qani tezroq qadam bos. Yaxshimisiz? Bu kim? Bu yerga olib kelishimizni aytdi. Aybi nima? Xabarimiz yo'q. Undan bu yerga o'tirsin. Qani janob, ortimdan. Rahbar kelmaguncha mana shu yerda o'tirib turing. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sizga ham omad. Adin Expert'dan yangicha o'yingam, chunki siz doimiy g'alabalardan tez-tez tabassum qilasiz. Axir Adin Expert Bookmakerlik kompaniyasi har kuni yuzlab takliflarni, shuningdek kafolatlangan to'lovlar va tezkor pul yechib olish xizmatini taklif qiladi. Adin Expert sportga pul tikish, ulkan g'alabalar, tezkor va ishonchli. Qotillik quroli kichik pichoq ekan. Taxminan 15 santimetrlik pichoq. Bundan aniq aytishni hozir iloji yo'q. Barmoqingiz-chi? Bir necha aniq barmoq izi bor, lekin taxminga ko'ra jabrlanuvchining o'zini barmoq izi bu. Sizningcha bu tasodifmi? Tasodif odatda bunday vahshiylik bilan qilinmaydi-ku. Qotil aqldan ozgan bo'lishi mumkin. Nima bo'ldi? Kecha yigitlar bilan o'tirgandik. Jinoyat joyida hojatga borishni o'lgida yomon ko'rardim. Oy, hojat qog'oz bormikan?
Oy, bo'limada turib tupurishga balo bormi? Negadir shu bo'limangizni ifor ichida ham yoqadi-da, janob. Salom, anchadan beri ko'rishmagandik. Oyog'ingni ol. Nima jinnimisan? O'ynashyapsanmi? Oy, bezrayma iflos. Nima? Kimligimni o'zi bilasanmi? Oy, iflos. Hozir nima deding, tushunmadim. Qani qaytir? Hozir nima deding? Ay, ahmoq. Aqldan ozyapsanmi? Nega bezrayapsan, ey? Marhuma uyni egasimi? O'sha yigit biroz g'alati edi. Nimadir chekib olgandek. Aynan shuning uchun chiroyli yigitlarga ishonib bo'lmaydi. Janob, shoshmang-chi. Menmi? Ha? Nimanidir ko'rganga o'xshaysiz. Menmi? Hech nima ko'rganim yo'q. Hozir aytgan gapini qaytarchi. Nima? Hozir gapirgan gapini qaytar. Har bir so'zini. Ha. Haligi o'sha bola biroz g'alati edi. Chekib olganga o'xshaydi. Yo'q, xudo, meni kechiring. Hammasi joyida. Ishingni davom et. Aynan shuning uchun chiroyli yigitlarga ishonib bo'lmaydi. Shundan politsiya bo'linmasi qanday yordam bersam bo'ladi? Ha? Detektivli. Bu kim? Qotillik xabarini bergan guvoh. Qotillik? Xo'sh, o'sha qahramon kim ekan? Yo'q, xudo, telba. Janob, bir soniya kutib tursangiz. Yaxshimisiz, janob? Janob, negadir ko'rinishingiz biroz horg'indek. Gumondor kim? Aniqladingizmi? Yo xudo, og'a, nafaqaga chiqish vaqtingiz kelibdi menimcha. Yo xudo, yana keldingmi? Kattalarga hurmatni bilib gapirsang bo'lardi, iflos. Yerga qara. Yerga qara.
U bu yerda nima qilyapti? Lekin uni o'zingiz bu yerga yuboribsiz-ku. Uni spirtli ichimlikka test qilishingiz kerak. Yaxshiroq ishlashni boshlashingiz kerak. Ma'zur tutasiz. Kechiring janob. Ko'zi negadir shubhali uni. Oy, Eshitaman. qoradoriga ham uni tekshiring. Tushunarli. Hurmatli fuqaro, sizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Aytgancha jabrlanuvchiga pichoq bilan 13 ta zarba berilgan, shundaymi? Ha, taxminan soat 2 yoki 3lar atrofida. Gumondor taxminan 20 yoshda. Uydan yugurib chiqib, taksiga o'tirib ketibdi. Oy, u taksiga o'tirib ketgani yo'q. Shunchaki o'tirdi va ketdi. Nima farqi bor? Yo xudo, detektiv bo'la turib, yetib borish qiyin ekan sizga. O'sha iflos o'zini shaxsiy taksisiga o'tirib ketdi. Taxminan 20 yoshda. O'z taksisiga o'tirib ketgan. Qo'llaringizni boshingizni ortiga qo'ying. Jabrlanuvchi so'yib tashlangan, shundaymi? Ha, taxminan 15 santimetrlik kichik pichoq bilan. Janob, bu nima? Men qilmadim. Joyingizdan qimirlamang. Isming nima? Kim Hyunsu? Buni men qilmadim. Uni qayerda topdingiz? Voqea joyidan 5 daqiqalik yo'ldan keyin. U taksi rulida edi. Biz ishini tugatayotgandik. Chamasi tongi to'g'ridan To'g'ridan edi. 13 daqiqa o'tganda, janob. Uni mashinasi qayerda? Biz o'sha yerda qoldirdik. Unga mashina haydash xavfli edi. Nimani kutyapsiz, janob Pak? Uni huquqlarini aytib o'ting. Kim Hyunsu? Siz qotillik uchun qo'lga olindingiz. Sukut saqlab, advokat yollashga haqqingiz bor. Barcha aytgan gaplaringiz o'zingizga sudda qarshi qo'llanishi mumkin. Bu men emas. Buni men qilganim yo'q. Bu men emas. Buni men qilganim yo'q. Men emasman bu. Buni men qilganim yo'q. Buni men o'ldirganim yo'q uni. Jim bo'l. Qimirlama. Qimirlama deyapman. Yo'q, men qilganim yo'q. Buni men qilganim yo'q. Barakalla, barakalla. Zo'r ishlayapsiz, qoyil. Oy, qarshilik qilishni bas qiling. Bu rostdan men emas edim. Men. Oy, o'zingni bos. Oyi, shunchaki politsiyaga xabar bering. Bo'lmasam yana shunday qiladi. Hoy, nima bo'lganini bilmaymiz-ku. Qayerdan politsiyaga xabar beray? Jensu, unga qo'ng'iroq qilchi. Men maktabga borishim kerak. Aqldan ozgan singlim. Men shunchaki uyg'ondim. Uyga ketishim kerak edi. Keyin u bilan xayrlashishga xonaga kirdim. Va shu ahvolda uchratdim. U o'lganmidi? Xo'sh, keyin nima qilding? Qo'rqib ketganimdan u yerdan qochdim. Men rostdan ham bu ishni qilganim yo'q. Hyunsu, Xon Guhvani so'nggi tirik holda ko'rgan sensan.
Uni o'lik holda ko'rgan ham sensan. Bunday inson qanday nomlanishini bilasanmi? Gumondor shaxs deyiladi. Adin ekspertdan barmoqlar uchun hordiq. Shunday qilib, barmoqlaringiz minglab frispinlardan keyin dam olishi mumkin. Adin ekspert bu 24/7 ishlaydigan kazino. Bizda yuzlab slotlar va do'stlar bilan poker o'yinlari mavjud. Ulkan g'alabalar, tezkor to'lovlar, ishonchli bukmaker. Bu xona nimaligini bilasanmi? Film yoki ko'rsatuvlarda ko'rgan bo'lsan kerak. Suhbatimiz yozib olinyapti. Sud jarayonida dalil sifatida bu yozuv qabul qilinadi. Lekin bilasanmi muammo nimada? Sudyaga bu yoqmasa ham kerak. Yolg'onchilarni yoqtirishmaydi. Men rostdan bu ishni qilganim yo'q. Qanday buni tan olishim mumkin? Bu ishni men qilganim yo'q. Unda u qanday yo'lda aytchi? Buni bilmayman. Hech nima bilmayman. Hech nima. Uyg'onganimda shunday turgandi. O'zi o'lik holda topdim uni. Hyonsu. Yodimda yo'q degan gaplaring senga yordam bera olmaydi. Sudyaga yolg'onchilar yoqmaydi. Ikkinchi o'rinda esa ularga hech nima yodimda yo'q deganlar yoqmaydi. Buni uni ustiga sepinglar. Chiroqni o'chir. Bu men emasman. Eshitaman. Bu menman. Qani ocha qol. Ismingiz? Ustimdan kulyapsanmi? Advokat Shinju Xonman. Majozim bilan uchrashuvim bor. Biz shu yerdamiz. Ertalabdan kelishga nima bo'ladi? Yo xudo, tanishganimdan xursandman. Kechirasiz. Advokat yollamoqchi edim. Aybingdan bosh tortyapsan-ku. Aybdor bo'lmasang, advokatni nima qilasan? Bo'ldi. Yo xudo,
bu kidni qarang-ku. U yerda nima qilyapsan o'zi? Shunday hid keladigan nima ish mumkin o'zi? Yo xudo janob, ertalabdan boshladingizmi? Axlat qildingmi? Qo'lingni ham yuvishing kerak. Tozalik nimaligini bilmaysanmi? Yo xudo. Xo'p, mayli. Maymunlar xonasida bolakayga ko'zim tushdi. Yuzi yulduzlarnikiga o'xshar ekan. Ha, zo'ravonlik va qotillik uchun uni qo'lga oldik. Zo'ravonlik va qotillik. Shunday yuz bilanmi? Yuzini nima aloqasi bor? Mast holatda rulga o'tiribdi. Qorador ham qabul qilgan bo'lishi mumkin. Hamma narsadan bir shingildan. Qiziqib qoldingizmi? Ha, gapirma. Ha, 300 ming won. Naqd pulda bo'lsin. 3 oyga. Foizlarsiz. Unda yordam bera olmayman. Aytgancha bir narsani bilishingiz kerak. Mendan kam oladigan bu yurtimizda boshqa topilmaydi. Fikrdan qaytsangiz murojaat qiling. Qimmat emish. Aqldan ozgan. Mayli, harakat qilish kerak. Advokating bormi? Xo'sh. Haligi. Men bunda aybdor emasman. Men shunchaki ichdim va u bilan to'xta. Hozirgi vaqtda bir narsa yodingdan ko'tarilmasin. Endi hech kim bilan gaplashib o'tirma. Tushunarlimi? Birlashgan Koreya haqidagi fikring nima deysa? Sen ularga bilmayman deysan. Hangilni kim o'ylab topgan deysa, bilmayman deb javob berasan. Istalgan berilgan savolga javoban advokatim bilan gaplashing degan. Tushunarlimi? Lekin rostdan men buni qilganim yo'q. Yo xudo, nima bo'lyapti bunga? Mayli. Hech nimani tushunmayotganga o'xshayapsan. Shundaymi? Aytgancha. Isming nima edi? Kim Hyunsuman. Hyunsu. Kyon Sahi. Suv yorqin degani shundaymi? Tushunarli. Yaxshi ism ekan. Quvvatga ega ism. Meniki esa advokat Shin Jun Han. Mana umid qilamanki yaxshi ishlay olamiz. Aydab tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Mahsuma va Ilhom ishtirok etdi. Dardli va azobga to'la dramani birga ko'rishni boshlagan ekanmiz. Sizlarga sabr, bizga undan battar sabr va umid. Shu ikkita tuyg'u kerak bo'ladi. Sabr qilib davomini kutamiz, sabr qilib voqealar rivojiga bardosh beramiz va umid qilamizki, yigitimiz albatta ozod bo'ladi. Uchrashguncha xayr.